Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar jamoati. Mana biz bugun bog'ga kelib, mana kichkina ko'chatlarni ostiga mana kul solib, chavib qo'yotamiz. Mana hozir ko'rsatib beraman. Mana bolalar kulni atrofiga solishib, ozgina bir chelakda, ikkita, uchta daraxtga bo'lib solishib, bunday qilib yer bilan aralashtirib qo'yishyapti mana. To'ka ketmen, chuqur bas. Shuni yer bilan yengil aralashtirib qo'yiladi. Bu tolka yog'ochda kuli, ko'mirda kuli bo'lmaydi. Yog'och kuli ile ishlatiladi. Bu kulda o'sha kaliy, fosfor bor, yo'q bor. Foydasi o'ta yaxshi. Solish kerak. Ko'mirda kuli bo'lmaydi. To'ka o'tin, g'o'zapoya o'shalarda kuli udobrenaga yaxshi deb mana. Barcha kichkina daraxtlarni ostiga soldik. Mana bolalar chavotadi, hozir ko'rsatib beraman. Mana kichkinalarni shunday qilib aralashtirib qo'yishyapti. Kulimiz ko'proq ekan. O'shaga endi ostiga solib chiqyapmiz. Yengil qilib. Sevib chiqyapmiz. Anchon daraxtlarga ham. Men ozroq desam, kul ko'p ekan. Barchaga ham endi yetadi ekan. Shu bog'bonlar jamoati sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga iyilik, shuntilaringga Alloh baraka bersin. Yog'ochni kulini musorga tashlamay, daraxtlar tagiga solsangizlar bo'ladi.